Küçük. Mini lekin elektron. Bular bu safar. Kichkinasidan boshlaymiz. Mana bunaqa AirPods. Odatdagi AirPodslar qulog'ida kirmaydiganlar uchun bunaqa variant bilan klient zakasi obzorga. Ichida Type-C ulaydigani, keyin mana bunda. Acer menimcha firmaning nomi, to'g'ri o'qigan bo'lsam. Shunaqa mana zaryadlaydigani ichida ikkita bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Bunaqa. Mana shunaqa turadi, adashmasam. Bu Android barcha telefon modellariga tushadi. iPhone uchun emas, adashmasam bu Android uchun. Mana shunaqa. Narginday oq, mana bu odatdagilar turmaydi-ku, ko'pchilikning quloqida tushib ketadi yoki yaxshi o'rnashmaydi. Shunaqa noqulayliklarni oldini olish maqsadida. Mana bu bo'lsa shtativ. Buni videosini Ulanzi firmasiniki. Buni videosini qo'yganman. Lekin kanalda pastroqda qolib ketgan bu video. Buni unga zakaz qildim. Yangi video obzorlar uchun. Bu ko'pincha iPhone telefonlariga mos. Obzorini ko'rib yoqtirib qo'ygandim. Buni olgim kelgandan keyin o'zimni eski shtativimni qizim sindirib qo'ydi shu bahona bilan. Yangisini majbur oladigan bo'ldim. Boshida zapasga olmoqchi edim. Mana sinmasligi uchun mana bunaqa ko'rinishda. Upakotkalangan. To'g'ri, yo'lda kelayotganda mana bu aksessuarni yopishtiradigan joyga qo'yiladi shekilli. Yo'lda sinmasligi uchun. Chunki yo'lda har xil holat bo'ladi-ku. Materiali zaryadlagan. Materiali temir bilan zo'r. Temir bilan plastmas aralashganda magnitli bo'lgan hisobiga to'g'ridan to'g'ri yopishadi. Mana bunda pulti bor. Ocholmadim. Mana bunaqa bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri yopishtirib ham qo'ysa bo'ladi. Keyin mana buni ochib bu joyga bir tarafga ketadigan bo'ladi buni. Mana ochildi. Mana shunaqa, buni bo'yi 1.60 cm gacha kengayadi deydi. Buni yana hali obzor qilamiz. Mana bu keyin zakazlardan biri. AirPods. Bu iPhone uchun. Paket havo nima bo'lmasligi uchun bu lyuks kopiya. O'zimizda bularni qimmat, yaxshigina Xitoydan arzonga oldirsak bo'ladi. Bundan ham rosa olgim kelgandi. Bo'lgan kunimga xabarga bo'ldi. Mana bunaqa svetidan oldim. Keyinchalik baholasa telefonni o'zgartirsam shunaqa rangda olaman. Oy, ochilishi bakın. Tadam. Mana shunaqa ko'rinishda. Yaxshigina upakovkalangan. Bu zaryadniki. Keyin mana bunda. Kitobchasi, dokumenti deysizmi, kitobchasi deysizmi. Mana chexoli o'zini yomon bo'lib qolmasligi uchun. Mana shunaqa. Yana bir kichkina niyatim amalga oshdi. O'zimni Xitoyim bilan desam. Kursga yozmoqchi bo'lganlar Telegramdan yozamiz. Hammaga rahmat.